Gençliğimni kırar bahari Yolkun edip berpa buldu bu imni cahan Yolkun edip berpa buldu bu imni cahan O teşrek su yaşlanı Tüyümüz her zaman Tüyümüz her zaman Tüyümüz her zaman Tezroq mangayli, kechikib qolmayli yana. Nima qoldiraymiz? Mehmonxonada ishmi yo'q-ku? Ha, kesilinglar, gezet. Sofiya, kech qolayli. Ma'qul. Kesilinglar. Ana pul. Oy, kinoxonada chaqmoq usuli bor ekan. Berib belab kelib olayli. Ma'qul. Tez mang. Soni, sizlarda qizlar o kinoni ming qitim ko'rsanlarmi o'rganamaysiz? O'rganamizmi? Ko'ramiz. Qandoq dedim? Sofiya, Jonyan, chiqinglar badan go'zallik gimnastikasi qiziqamsizlar. Avval bo'lding yoshlarimiz ko'rsatdim. Kelinglar. Maqsadni kiyimni saldiraylik. Güzel benimni ko'rib yuringlar. Bilamsizlar, ayolim bilan ikkimiz har kuni mashq qilamiz. Maqsam qolibsiz. Bari seni aytaman. To'xtanglar. Shapron chaqmoq usuliga mayir. Ma'sum beden güzellik gimnastikasiga mayir. Jonyan erkin usul usta. Men sizlarga riyosatchi. Shapron sizga chaqmoq usuli o'ynatasiz. Aldırmanglar. Menimcha Sofiya uning mana bu yeriga cho'qqidi birini so'yib qo'ysin, ha? Bu chaqchig'lar eshitdi. Taydim. Meni pochta qilolmaydi deb o'ylamsizlar. Ashuntaklar. Hey, yaqinroq tur. Nima uchun aldirab ketsa? Bu qanchalik ishdi? Meni so'ydim. Jonyan, sizning cho'p. Mana. Hozir xizmat vaqti. Ishlamay o'ynab yursanglar, mukofot pulingni tutib kelinadi. Ma ustam, mishindaq tursangiz zukandab qolmamsiz. Keviling. Oshpaz degan bo'ljin go'sht chiqarman deb kuchab ketmasin bo'ladi. Buning hech bir hojati yo'q. Hurmatli Rayhonjonli. Mehmonxonamizga tushadigan odam yo'q. Taomlaringizni yeydigan xaridor yo'q desa, maoshnimi alamiga yedi. Mukofot puli nada turibdi deysiz, ha? Shu emasmi? Bu qitimki mulozimat kasbini isloh qilish muhokama yig'ini nihoyat yaxshi ichildi. Men intayin hayajonlandim. Tövanda har qaysinglarning fikr berishinglarni so'raymiz. Qani, qaysinglarning fikri bor? Qo'l ko'taringlar. Rayhonjonli, ansam 4 fasl mehmonxonasini ko'tarayapsiz. Yangi vaziyat ostida qanday yangi planingiz bor ekan? Men bir mazgil qarab baqaymikin. Kechiring. Rayhonjonli, sizni ziyorat qilmoqchi edik. Rayhonjonli, ammoga bir necha qiz so'z qilsangiz. Kechiringlar. Hozir ishim aldirash. Rayhonjonli, undaqda tushdi uyingizga boraylik. Rahmat, hojati yo'q. Avar bo'lmanglar. Har xo'sh. Oy. Men bo'ldi? Taqim. Nima? Taqim deyman. Oy, taqimiz. Bu Biz qoramliq odamlar har holda tamkinroq bo'lganimiz yaxshi. Albatta, boyimammo bekma aldirab mangandim.
Reyhanjig'li, yaxshimisiz? 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 Yaxshimisiz, Dongjingli? Yaxshimisiz? Muzikant yo'ldosh Ili, olisam ommaviy san'at saroyining boshlig'i bo'psiz. Bag'ancha yashirib ketyapsiz-ku, ha? Shundoq. Men zamonimizning yoshlarga zo'qliman. Ularda bir xil kuchli davr ruhi bor. Meningcha bu xil ruh to'limi qimmatlik. Do'stlar, yaxshimisizlar? Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq Yasin 5-qurilish atritining ishchisi, ishdan sirtqi naqshchi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu uning shogirdi Jurat. Chaqmoq usulga mohir. Bu ikkisi Bahar Shamili kiyim-kechak magazinida ishlaydi. Ikkalasi moda kiyim artistlari, ham sarayimizning alayda taklif qilingan usulchilari. Shundaqla mening yaqin sirdosh do'stlarim. Qani Aygul, bir pada o'ynab o'ting, ha? Kim bo'ldi? Biz mangayli. Aygul. Ular buyag nindab keladi. Adabiyot san'at xodimlari turmushga cho'kadi. Bizmi ularga muhtoj. Ularni o'ynayotgan qandaqsi? Bekor eser yotam demez. Vaktin gelse hepleşmey. Vaktin gelse hepleşmey. Rastın şunda ötem demez. Ançe munçe birge hepleşmey. Bekor eser. Xenim, ustamning choch saqal burtlarini mushinchilikli yasab qo'ysangiz bo'ladi. Hargiz kesib tashlamang. Ma'qul. Kechiring ustam, kechiring. Xenim, chechini hargiz kesib atmang, ha? Belini. O'zingizni sal qo'yib o'ting. Pasha, o'ginishdan kelib ishga tushib ketdingmi? Qolsiz aktivchimisan? Joyan qara. Guangzhouda bir necha oy turib, boshqacha o'zgarib ketibdi. Sen hajab o'yinchi, opang Rayhanjingli igilik boshqarishda tajribasiz bo'lg'ashqa, mehmonxonamizning shigirim kuchli yatqi bo'lsa-mu, aran ish kuchli mehmonchidir. Ish bo'lmagandan keyin o'ynamay nemish qilamiz. Qandoq dedim, Joyan? Ikkimiz haqiqatan bak o'yinchi. Bir lenta g'ash kelgan to'q, anglab baqini. Bu naqsha bak yoqimli. Ateş kıyaş, ateş kıyaş, sen kainatım ilahi. Kim aytgan? Hajab mulliq bu. Bilamsan, o yangidan chiqqan bir naqshchi. Ay, uni ishchi deyishyapti. O nurg'unga yoshlarni o'ziga jalb qilyapti. Muzikasini kim ishlagandi? San'at saroyining muzikanti. Eli. Bu naqshga usul kelar ekan. Otek yürek şu yaşlanı Tüyümüz her zaman Tüyümüz her zaman Tüyümüz biz her zaman Bu naqsha birinchi qitim anglagandilar kishini hayajonlantirdi ekan. Pasha qara. Yo'ldosh kechiring. Hammalar uyan ekansizlar, ha? Pasha qizning satrashlik texnikasi nihoyat ustun. Qani, ko'rib boqay, ha? Pasha, chashni shunday yasamsiz. Biz bu oyda xizmatni mas'uliyatsizlik qilmaymiz degan emasmi? Jingli beparvolik qilibdimi? O'zim tekshiray. Nima qilganingiz bu?
Rahmat qiling. Men o'zim mushunaq hesaplayman degandim. Sigaret chashni bak o'stirib bo'lmaydi ekan. Shundaq sigaret chechini shiritib obdan qildi. Ishonmamsiz? Ishonmasangiz qiz do'stimdan. Ya'ni qiz do'stimning do'stidan so'rab beqing. To'g'ri. Uni chekistik ko'zim sat ko'rinib, satrashganimga tushirayotgan degan emas shundaq Juli. Rahmat. Juring, sevimligim. Juring. Bye bye. Bye bye. Jahanda g'alati ishlar bordi. Qandaq dedim? Kishiga hamkorlashtirishingiz istingan rahmat. Siz to'g'ri isminglarning kimligini bilmaymiz. Mening ismim Yasin, u Jurat. Mening shogirdim bo'ladi. Ehtiyot qiling. Uning ismi Sofiya. Uning ismi Jangyan. Jangyan, ismingiz bek chiroyli ekan. Qaraganda ishkinglar bir-biringlardan ayrilanmaydigan yaqin do'stlar ekansizlar-da. Hay, qara uning chechiga. Afsuski, to'liq emas, lekin tabiiy. Balkim u buni moda chashpasini deb qarashi kerak. Shundaq. Ishkinglar bashir ekansizlar. Razıçık bo'lsanglar bog'idek. Eliqi do'stinglar naqshiga bak resmen o'xshamamdi, ha? Bekir, Spy o naqshin anglab o'tib, mahliya bo'lib ketganini ko'mdingizmi? Tek odamning hissiyotini qo'zg'atib deydi. U aşı naqshiga shundaq resmen bo'lsa, mana bu lentadagi shu naqshining naqshlari, buni berib qo'ying. Cho'qim berma, rahmat. Mangayli. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Keyin sizlar ham do'stinglar bilan qaytib ko'rishni umid qilaman. Mangayli, birdan turayli. O mastona rasmni chizib bo'lsin. Oh, thank you. To'xtab turing. Chetrola. Nima bo'ldi? Ha? Sizlarga nima bo'ldi? Ha? Yo'ldosh, bu yerda rasm chizsangiz bo'lmaydi. Yo'lni to'sib oldingiz. Yo'ldosh, oldingizmi? Yo'lni to'sib oldingiz deyman. Yo'ldosh, siz o'rningizda turib keting. Yo'ldosh, yo'lni to'sib oldingiz. Yo'ldosh, o'rningizda turib keting deyman. Qizchaq, bu yer rasm sizdimi? Yo'l to'silib qoldi. Biz bu yerga qarab turdik. Rasm sizdirayotganimiz yo'q-ku. Yemsiz? Uni da qizdirdik. Yumkinizlar. Yo'ldosh, o'rningizda turib keting. Qachmisiz? Nima qilmoqchisiz? Nima qilmoqchi? Yo'lni to'sib oldingiz deyman. Men kiyim sizyapman. Kiyim? Bu qizchaq. Kiyim odamning usti tursa chiroyli ko'rinadi. Buni siz bilamsiz, bilmamsiz? Albatta bilaman. Juring. Nega? Yo'lni to'silib tartibni buzganligingiz uchun bir kunlik so'laymiz. Juring. Nima? Turatma. Bu boshqa ish bo'lsa. Juring. Yo'ldosh. Rasmni biz ko'rib baqsaq bo'lamdi. Biz Bahar Shamili magazinida ishlaymiz. Tutib tur. Tala azimda qilma meni. Mangdim. Nejat, u biz kiyib chiqqan kiyimlarni layilgan usti shu-kanda. Ajab yaxshi. Qaltis o'xshatibdi. Chechingni ozroq uzun sizib kerak yo'q. Uzun chashni yaxshi ko'raman, endi kestirmayman. Bu kekashning meni bundoq o'xshatib shuni o'ylamabdi ekanman. Uning bilan tanishib qolamsiz. 4 fasli mehmonxonasini ko'tara olmaydigan o'xshayman. Bir yilda 3000 qo'ydan ortiq ziyon tortdik. Mishindaq ketaversa qanday bo'ladi? Apa, jili bo'lmang. Meningcha boshqarish usulini o'zgartirib mehmonxonani jonlantirish kerak. Keyin mening bir amalim bor, sinab ko'rib taqamsizlar. Qanday amal? Ikkinchi bir egilik bilan shug'ullanish. Iqtisodimiz bo'lmasa, ikkinchi bir egilik bilan shug'ullanqili bo'lamdi. Yog'liqim qani. La. Apa, mening barkitim enesirkanga o'xshamdika.
Bo'ldi. Mana o'xshamasa deymi? Kunduzi tijorat qilsak, oqshimi qahvaxona ichib, tan sovushtirsak. Tans uyushtirsa bo'ladimi? Apa, hozir odamlar xizmatning sirtida ko'ngil etishni yaxshi ko'rdi. Nurg'un yoshlar usul o'ynashni, bo'libmi disko, chaqmoq usuli o'ynashni, muzika anglashni yaxshi ko'rdi. Bu Nijatning uyimi? Siz men siz men Nijatning singlisi, ismim Pasha. Ajab yaxshi bo'ldi. Bek chiroyli ekansiz. Rasmdagi adresga qarab udilla tepib ketdiman. O'zi qani, ansirmang. U bugun kechda kelmaydi. U bir parcha rasmni sizib bitirib o'tmoqchi. Pasha, mehmonxonaga boshla. Ma'qul. Ustam bilan birga mashq qilaylik. U baxtni berilib ishlaydi. Sizlar uningdan o'rganishinglar kerak. Akilim, men tutib turay. Yasin, kisha o'ynaylik. Bo'ladi. Birdan damaga cho'nglasaylik. Xo'sh. Siz bu yakka qilibsiz g'o. Erkinlikka erishganligingizni tabriklayman. Oy, yuz ko'zlaringiz nim bo'lib ketgan. Jiring yuvilang. Jiring. Mushaj yuymanmi? Haqliman bu. Haqnamin kari. Bayır siz meni erkinliğiniz yo'qotdingiz dediniz. Men erkinligimni yo'qotmadim. Sizni qamab qo'ydi-ku. So'jang meni harakatimizni jinoyat tegil bo'lmaydi qo'yib berdi. Men ularga bir parcha rasmsiz berdim. Siz rostli singlingizga yolg'on aytgandek ish qilsiz. Nima? Siz bizning uyga bordingizmi? Meni bek o'xshatibsiz. Men siz bilan tanishib qolay dedim. Boshqacha o'ylab qolmaysiz? Sizga o'xshatdimi? Qachon sizdingiz? Tunagan oqshom uxlash oldida. Ata, mo'yin bir faoliyat bor. Qatnasha olamsiz? Nim faoliyat? Shanba xizmatga qatnashganligimning 2 yilligini tabriklash yuzidan bir qancha do'stlarim kelmoqchi. San'at saroyida tansi o'tkazib beraman. Bora olamsiz? Men kechtirsam. Hech qisi yo'q. Oy, putim uyushib qopti. Mening putim uyushib qopti. Akalam qo'lingizni. Qo'lingizni akalam. Ajab ko'rkansizda. Mana bu ayg'inning eng chiroyli qiyofasi. Iliq doim jonliq sizibdi.
Hey, avrasan Aygül'ni yaxshi ko'rib qolgan o'xshaydi. Kız büyük olsan da çok, yıkı havhan da bang. Vela da doşifu, çiçe şuyavra şinçang. Çiçeğim ne kılgandı? To'g'ri. Çiçeğingizni ne kıldınız? Intayin belgilib bir paytda men xushallik bilan chekimdagi chichimdan ayrilib qoldim. Ko'pchilik diqqat. Hozir mening salohiyatim chekimdagi mushu chichimga markazlashdi. Aygül, İsmi Yasin. Hemmemiz sanat sarayının işten sırtqı aktifleri. O bizning başlığımız. Onu tanımsız? Tanımayman. Aygül, shanbalik o'ltirishimizni qizitish uchun ishkirdan tayyor o'yin qo'yg'ili kelgan chaqmoq usuli mayirini boshlab keldim. Ismi Lisan. O bizning jur'at bilan baslish boqmoqchi. Qani ko'pchilik, bizni qarshilaylik. Süremesem yaxshi bo'lardi. Jur'at bilan qilganman buni. Ta'sir et. Tura o'rningda, tura. Chatoq yo'q. Chatoq yo'q. Jur'at. Mayishlanma. Yana azroq mashq qilsang, uni cho'qim besib chiqsa, ha? Biz yana mashq qilaylik. U ojizgan. Karomatlarimni tex ko'rsatmadim. Yasin, navbat sizga keldi. Chavoq chalaylik, Yasin naqd etib berdi. Ötemdiniz, antemde
Sevmem sendek sevgilişim mendek sevgilişim mendek. Uni chaqirib kir. Ma'qul. Oy, nega borsiz? Lentedagi naqshamga usul ijod qilgansiz. O'ynab bermamsiz. Men naqsh etib beray. Ma'qul. Bo'ladi ekan-a? Uni tanimsiz? U mening ocham. O'z ochingiz? Yo'q, kelgusidagi qaynacham. Loyiq tepsiz-da. Topqandimi? Bağımdan o'talmayman. Akila. Şaviyan. Siz müzik tanışaq. Ajab yaxshi muzika. Ternerga aytam, ular bilan baslashib baqaydi. Bo'ldi. Leterner. Ha? Terner, biz ustiga chiqib ular bilan baslashib baqaydi. Bo'ldi, menglar. Ey, mushundoqli chiqimiz. Hech nima bo'lmaydi, bizning harakatimiz eng go'zal harakat. Qaraman sizni. Çökülen. Çökülen. Aynen. Aynen.
Mening tuflim, mening Ayqın kelyaptim. Sizmi selyapsizmi? Mamamni selyapsizmi? Ma'qul. Qaranglar, ular chiqdi. Kelinglar. Qarang. Kelinglar. Do'stlar, Terner, men, ayolim uchimiz ko'pchilikka mahorat ko'rsatamiz. Ashuni uzatamsiz? Oy. Ey, o arkamdan çıksın. O sizni arkamdan çıksın deydi. Enis chiqay. Bayık usulmaya kaldı. Yo'q. Oyog'im chiqib ketib, sat ish bo'ldi. Chiqisi yo'q. Yalan yak oynasa bek yaxshi keladi. Tansini bekinik oynaydigansiz. Biroq ba'zan pokislarni chiqarishda qiynalgansiz. Azroq mashq qilsangiz, cho'qim yaxshi o'rganib ketasiz. Sagat to'lim amrahman. Birinchi qitim talab qo'yishim. Rad qilmang. Bo'lmasa ertaga hayot turolmayman. Shunchalik holatdamisiz? Shundoq. Oshiq bo'ldim. Chapininglarni kiyininglar. Ko'yninglar bek kalt ekan, yangi ishlab kelinglar. Meninglar. Qara uni. Qanday ichimliklar bor? Mana, qahva ichinglar. Sutmi yo'qmikan? Süt yo'qmi? Bizda qahvani bor. Odamsa ichmayman. Ustab o'layli dedim. Mehmonlarga lozimliq narsalar bo'lmasa, yana shu qahva qamlashmagan. Shundoq. Qahva ichinglar. Ichmayman. Qahvadan boshqasi yo'qmi? Biz undaqda ketaylik. Qapla, chataq bo'ldi. Ularni tutib qolg'ilim bo'lmayotdi. Bugungi oqshom xitansida kam deganda 245 ko'z ziyon tortadigan bo'ldik. Ay, ketmanglar. Chiqayim xafa bo'ladi. Ketmanglar. İkimiz de tans oynasak. Birden oynab ketinglar. Biz ketaylik. Nima ish qilib turdi ekan? Birden oynab ketinglar. Hammiz ketdi, bizmi ketaylik. Aha, oynaydiganlar bo'lmasa o'zimiz oynaylik. Chapurut, chaqnoq usuliga tusha. Bor, da. Yaxshi.
Müzik qamlashmidi, chiroq o'chdi, kayfimiz mi qochdi? Tansi deganda rangarang chiroq bo'lish kerak-da. Shu emasmi? Tansi deganda elektronlik musiqa, rangarang chiroq bo'lish kerak-da. Hey, mushu nur ostida matroslar usuliga tushayli. Pasha bulam. Okay. Unni qo'yib. Keling. Aynan. Aynan. Nima ish qilyapsizlar? Qamlashmagan. Bu nima qiliq? Apa, ko'rib chiqaylik-ku. Ichkariga marhamat, rozi bog'ida tutib olamiz. Marhamat. Qahva ichimsiz ko'lami yoki sutmi? Men choy ichay. Bo'ladi. Qani elim, qiraqliq longjingchi. Mushunda issiqda qiziq choy ichamdim. Yana kelib longjingchini ichmayman. Qala deganiga azaldan ichib boqmagan. Sovuq choy bormi? Hammasi bor. Men qahva keling. Bo'ladi. Moli qo'chidi demlangan muzdek choy. Mana bu qahva. Qani o'zingizdan selingizlar. Qani, tansi o'ynaylik. Apa, birdam o'ynay. Qerliqiga baxmay, noda qo'qlashib ketgan edi. Hech chiroyli o'ynaydi ekan. Muallim, bu qiz intayin yaxshi o'ynaydi ekan. Yasin gapini qilgan pasha qiz shu ekan. Pasha qiz siz bo'lamsiz? Naqshchi Yasin sizni hozirgi zamon usul jo'lbini bo'lib chiqdik degandi. Bugun o'z ko'zim bilan ko'rib ishandim. Afsuski, Yasinning ish chiqib qolib kelamidi? Mening opam. Rayhon jingli. Sizni tanıyman. Obda uchrashdik. Yaxshimisiz? Men choy ichgani kirgan, endi mangay. Oy, bu yaning qahvasi tamlik. Men doim kelib ichib ketaman. Bir stakanda ichsa qandaq. Rayhon jingli. Qizim ichib ko'rdi. Men qahva deganni azaldan ichib boqmagan. Mo'shundaq bir qizingizning bo'lganligidan faxrlansangiz bo'g'idak. Sizga deydigan ba'zi gaplarim botdi. Avval o'zimni tanishtirib qo'yay. O'tganki yig'inda biz tanish bo'ldik-ku. Siz Ommaviy san'at saroyining boshlig'i, ataqliq muzikant. Ismingiz Ali. Meni esingizdan chiqarmabsiz-da. Amisa ikkimiz bir payda tans o'ynaylik. Keling. Ikkimiz? Keling. Men sizga aytmoqman. O'ynab bering. O'ynamag'ili uzun bo'lgandi. Asosimiz bor ekan. O'z vaqtida nihoyat yaxshi o'ynaydigan bo'g'aydingiz. U chaqlarda har qitimqi yet bayramlarda o'ynaydik. Shanba kunlardami o'ynaydik. Hozir zamon texmi yaxshi. Nemishga o'ynamaysiz? Diqqat qildingizmi?
hozirgi yoshlar disko usulini o'ttira yoshliqlarga, yashanganlarga o'tinib berib, o'zlari chaqmoq usuliga tushib ketdi. Nurg'ulgan o'ttira yosh yashanganlar disko usulini nihoyat yaxshi o'ynaydigan bo'lib ketdi. Biroq men yaxshi o'ynay olmayman-da. Natayin, hozirgi zamonga beqib, satg'uramlik bilan olg'a bosqiningiz yaxshi. Bundan keyin put-qo'llaringizni harakatlantirib, sap havoda nafaslanmoqchi bo'lsangiz yoki bir mushkulchilikka duch kelsangiz, kelib meni izlang. Chamimni yetishicha yordam qilaman. Bo'ldi. Endi sayapni boshlaymiz. Muzikani boshlanglar. Chiqinglar. Bo'lmadi. Yaxshi ma'amidinglar. Vangjun bilan Aygulning yangishi bo'ladi. Vangjun, o'lik ko'rsatib bering. Bulamda? Bo'ladi. Bo'ldi. Kim yangishanglar? Satrib numar tashirdi-da. Pasha acha, yaxshimisiz? İşiniz bormi? Sizga kashil qilmay kiyimingizni yangishlab bir ish to'g'riliq sizdan yordam so'rab keldim. Bo'ladi. Qani ayting-a. Amalsiz sizdan yordam so'raydigan bo'ldim. Sizga yigit tanishtirib qo'yamdim. Ha. Kimni yaxshi ko'rib qoldingiz? Yasinni, naqshchi Yasinni. U bir qurilish ishchisi tursa. Na ashundaq jo'shqin qiziqchi yigitni yaxshi ko'rdim. Onun bilan yurgingiz bo'lsa-mu, kechikib qoldingiz. U to'y qildimi? Yo'q texi. Lekin hozir birisi bilan yuryotdi. U har kuni yarim kechagacha birga bo'ladi. Kim bilan? San'at saroyidagi Sayashi bilan. Sayashi? Qozoq qizmi? Nim bo'pti? Uyg'ur qozoq qiz yigitlarining bir-birini yaxshi ko'rishib qilishi bor ish-ku. Uyg'ur qizi bilan yurayotgan qozoq yigitlar oz emas. Kip oldinglarmi? Ha, kip oldik. Yaxshi. O'zinglarni tuzashtirib turinglar. Sal turib, bu ustam tekshirdi. Bo'ladi. Bu ko'ylakni kiyishga bo'ladi-ku. Ustam, bu ko'ylak foiz biksa qandaq? Shundoq qilsak. Poyiz bekitsa, shundoq qilsa, xenim, oldiqroq turing, oldiqroq. Bu ko'ylak belning yuqori kengroq bo'lib ketibdi. Yana kengmi? Kengroq. Qalbingizni tushunaman. Yasin sehri kuchga ega yigit. Burun menmi onunga maftun bo'lgandim. O uzun choch bilan ko'chada ketayotganda orqadan mangdim. Keyin tanishdik. O meni singlisi o'rnida ko'rdiganligini aytdi. Amaliyotda u chaqliqli odam. Jahonda yigit degan ko'p, sizga cho'qim birini tanishtirib qo'yaman, ha? Nima qilyapsiz? Bu sizlar. Yo'q, cho'qim uni izlab boraman. Ahmoq ekansiz. Haqning siz bilan kar bo'lmasa, siz uni izlab o'zingizni tushirasiz. Qandoq dedi? Yaxshimisiz? Yasinni izlaydim. Esingizda yo'qmi? Bugun yakshanba, u san'at saroyiga ketdi. Ishingiz bormi? Biz deb qo'yaylik. Yo'q. Intayin muhim bir ish to'g'riliq so'zlashmoqchi edim. O'zi bilan ko'rishimsam bo'lmaydi. Undaqda teximni yaxshi. Amsa birga boraylik. Ma'qul. Ay, kichik qizlar, chapsamanglar. Mana. Ay, dinsingiz. Onunga ber, onunga.
Radioda Cumhur'un çakmak usulü doğan ümit Şinjan'da dep anlattı. Bu gapning asosi bor. Uyg'ur millatida usul qarta favqulodda iqtidor bor. Buningga qoyil bo'lish kerak. Berib repetitsiya qilamiz. Pasha, keyin ko'rishaylar. Ma'qul, xo'sh. Ma'qul, sal turib birga o'ynaylar. Meni birisi istab kelibdi. 2 kishilik usulni boshlanlar. Yaxshimisiz? Meni tanidingizmi? Tanidim. Bu yoq mening qiz do'stim. Yaxshi. Bizning usulimiz mamlakatlik musobaqa qatnashadigan bo'ldi. Hozir repetitsiya qilyapmiz. Ancha yaxshi o'ynayolmayman. Yaxshi o'ynayotgansiz. O'lam yaxshi o'ynaydi ekan. Men seni cho'qim besib tushiman. Japaliq mashq qilsak, uni cho'qim besib tushimiz. Keldingizmi? Bo'pti, bering. Hozir uning yonida chiroyli bir qozoq qizi bor. Hali qisay ashi degan qiz-ku deyman. Ko'zingiz bilib qolasiz. Biroq temkin bo'ling. Bering. Keling, qarang. 我要诉说我爱你，我要诉说我爱你。 Yaxshi. 我要诉说我爱你。 Yana bir qitim. 只要我心中拥有你，我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。 Yaxshi, birga aytaylik.
我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆，今后虽不能在一起。 to'xtab turing. Pasha, yaxshimisiz? Bir ish bilan izlab keldim. Yasin, saqlab turamdim. Saqlab turing, ketib qolmang, ha? Yaxshi. 我要诉说我爱你， Yana bir qitim. 只要我心中拥有你，我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆。 Yaxshi, birga aytaylik. 我带给你欢乐和温暖，我带给你思念和记忆，今后虽不能在一起。 To'xtab turing. Pasha, yaxshimisiz? Bir ish bilan izlab keldim. Yasin, saqlab turamdim. Saqlab turing, ketib qolmang, ha? Kasat 10 repetitsiya qilamiz. Bo'ladi. Tushmaymishadi birdan paranglashayli. To'g'ri. Men sizni satrashxonaga bir necha qitim izlab bordim, biroq yo'q ekansiz. Kasbimni tashlab opamga yordamlashyapman. Yaxshi-ku, sizda o'g'illarga xos jasorat bor ekan. Yo'ldosh Yasin, opam sizga muhtoj bo'lib meni avatgandi. Hozir? Shu topda menbek aldirash. Hozir men say oshim uchun ko'rdingizku, u meni saqlab turyapti. Bo'ptamsa, xijolat bo'lmang. Boy ikkovlarni ko'rdim. Say oshini shunchalik yaxshi ko'ramsiz? Albatta, yaxshi ko'rsam kun bo'yi uning uchun aldiramdim. Kechirim, qashil qildim. Hech qis yo'q. Bir necha kundan keyin sizni izlab borman. Izdimang. Siz bir ishla meni izlab kelgan emasmidingiz? Yo'q, xato tushunib qolmang. Chaqmoq usulini ko'gil kelgandim. Amaliyotda meni bak aldirash, xo'sh. Men xizmatimni saqlab qolish sharti bilan 4 fasl mehmonxonasining xizmatiga hamkorlashyapman. Opam bilan ko'pchilikning umidini hargiz yerda qo'ymayman. Biz a'lo sifat mulozimat qilib, ommaning manfaatiga hargiz ziyon yetkazmaymiz. Undaq pulni nerdan topamiz? Siyosatdan chetdan ketmaslik sharti bilan tijorat yo'limizni kengaytiramiz. Ko'pchilik jafoliq ishlab, qiyinchiliklarni yengib, burun qitaqmagan ishlarni qilib, halol emgigimiz orqali ro'naq topamiz. Har bir mulozimatchi oshxona, yotoqlarni ratlik, pokiz tutishi, chiroyli qiyosinib yurishi, grim qilib moda kiyimlarni kiyish lozim. Bu bir xil adab, madaniyat turmushni so'yishning bir xil ifodasi. Qizlarga chiroyli qo'yisligiga tayinib, xaridorlarni jalb qila. Bizdek burutlar qanday qilamiz? O'g'illar degan jafoliq ishlasa, har ishlarni qila oladi. O'g'il shundoq. Biroq biz bu chiroyli kiyinib, talabimiz orqali xaridorlarni jalb qilamiz. Nayt yaxshi, tasavvurga boy ekansiz. Biz cho'qim sehriy kuchimiz orqali jamiyatni o'zimiz jalb qilamiz. O'g'illar har kuni putini so'yishi, pokiz yurish kerak. Bugundan boshlab mehmonxonamizning nomini Bahorga o'zgartdik. Bahor, bu ism nayt muvofiq qo'yilibdi. Sizlarga yana bir xush xabar yetkazay. Muavin Jingli Pasha qiz o'zining to'yiga atab qo'ygan pulini, yana uning aksi Rayhon Jinglining o'g'li Nijot rasm sizib topgan pulini mehmonxonamizga berdi. Ko'pchilik qizg'in olqishlaydi. Ertadan boshlab mehmonxonamizni bezaymiz. Sizlarga yana bir xush xabar aytay. Hammanglar bir qo'rdan kiyim tikkizdim. Qaranglar. Aman Allah ya. Namıkta biri. Kelinglar. Ajak yaxshi oldi. Apa, binalarga qara. Apa, bu xatlar yaxshi. Yaxshi yetdimi? Pasha Jingli, birdan dam olayli. Hasan bizga chaqmoq suv o'ynab, dam olayli. Ko'pchilikka bir yaspir usul o'ynab bera. To'g'ri, o'ynab bersin.
not on the one you can hang with us. We're living in a positive, and our body's real. You need to feel ashamed to live your life the way you feel. Ooh, I know you feel it. The hypnotizing beat of dancing in the shade. People hustling with the groove. Street party, making your body move. Street people hustling with the groove. Oldu. Yaxshi o'yindiq. Endi ishlaydi. İşleyli. Kelala. Ko'tarib beringlar. Yaxshi. Qaranglar, bak yaxshi ishga. 不管昨天和明天，只要我心中拥有 Ocha, qara, mo'min qo'shim kelma. 我带给你思念和记忆，今后虽不能在一起，求你今后多保重。 Baş aşırılar tamda. U shu naqshini yaxshi ko'rib qopti. Shu kanda. Biroq u Yasin deganning bu turqi. Apa, xalqning sirtqi ko'rinishiga qaramaslik kerak. U sizga kuyov o'g'il bo'lsa, ishlaringiz ravoj topadi. Sen onu qandoq bilsa? La, ish qilib bilaman. Uning muallimi Aligo deymi? Ha? Bangchun, deb qo'yib kelay. Ma'qul bag'im. Ada. Bu kiyim sizga toza yarashadi. Kiyib ko'rib baqamsiz? Yo'q. Bundaq ko'ynakni kiyib olsam bo'lamdi. O'zim ko'rib baqdim. Men o'tir yoshli kishilar kiydigan kiyim kerak. Alani ko'rib baqay. To'xtab turing. Shu ma'lum. Ha? Bir tonishim kelib qopti. Siz mas'ul bo'lib turing. Bo'ladi. Yaxshimisiz? Ish bormi? Mehmonxonaning ishi rivoj tepyotdi, biroq uydagi ishlar boshini qotiryotdi. Anglasam, Aygul o'g'lingiz Nejatni yaxshi ko'rib qopti. Xudo qo'shgan bir juftlar. Qizingiz Pashaning usulini bir ko'gin batdi. Mehmonxonamizning ishlari ratga tushganda uni cho'qim yeningizga avatdim. Nayt yaxshi-ku. Qizingiz Pashaning loyig'i bormi? Ha? Sharti yuqori, qiyin bo'lyotdi. U qandaqroq yigitni yaxshi ko'rdi ekan. U naqshchi yigitni. Nayt yaxshi gap. San'at bilan shug'ullanadiganlar turmush kechirsa, mangu shadxuronlik ichida o'tadi. Qandaq dedim? Ha. Bundaq chiroqni ko'rib baqmabdi ekanmi? Shundaq. Bundaq chiroq turmushga yangi tus berdi. Bizning bu yerda naqshini eng yaxshi etadigan bolaning ismi Yasin. Yasin. Filmi esingizdami? Esimda. U qandaqroq yigit ekan? Naqshini obdan aytdi ekan. Rayhan, naqshini yoqtirdiganligingizni o'ylab baqmabdi ekanman. Yasin aytgan naqshlarning ko'pinchisini men ijod qilgan. Muzika ko'p hollarda kishilar o'tirsidagi munosabatni o'zgartirib ekan. Men xeylidan beri buni berish fursatini topolmay yurib edim. Qarang, o'zim birini elib oldim. Hey, Terni! Bizni unutib qoldingizmi qanday? Yo'q. U kishi kim bo'ladi? U kim bo'ladi? Ay, jurma chiqib qarab boqaylik. Yaxshimisiz? Pasha bormi? Bor. Uning hech qanday yuz ko'rishmaydi. Uning hozir loyig'i bor. Undaq emas-ku. Opisi boshlig'imizdan aytib beribdi ekan. Bu rost gap. Uning loyig'ining ismi Bahor. Sizlarning mehmonxonaning nomi bilan o'xshaydi ekan-ku. Bizning bu mehmonxonaga uning yigiti mablag' qo'shgan bo'lishi mumkin. Undaq emas-ku. Bu rost. Pasha o'zi shundoq dedi. U hozir hech yerga bormay kun bo'yi Bahorning ishi bilan aldirash. Bahor komandirovkadan pat ortib qaytib kelgidek. Rost shundaqmi? Albatta shundoq. Bu
Degenlerimizning hemmisi rast gap. İşenmisanglar, Mahstamdan sorap beqinglar. O yig'inda ko'pchilikka Bahar Pasha bilan to'y qildigan pulni mehmonxonamizga berdi deb e'lon qildi. Oy, bu motosiklet qancha pul? 11 ming so'm. Ha, chatning ekan hey. Bahar bilan to'y qildigan pul demi? Hey, undaq oshkor desa men siqirmaydi. Biroq ishonmasanglar kirib Mahstamdan sorap beqinglar. Men kirib so'rab baqay. Bo'ldi. Avar bo'lmayli. Ketaylik. Yasin, qara. Bu kapta. Men berib baqay. Pam 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 pam. Pasha. Bu kelganingiz nəhayət yaxşı bo'pti. Ko'ngil bo'lganingizga rahmat. Elim, men qaytay. Pasha, xizmatlarni o'rlashtirib qo'yib keldim degandingiz-ku. Aldirabla qaytamsiz? Bugun yakshanba. Baharga topshirgan bir ish to'satdala esimga kelib qoldi. Kechiring. Qarab tursan-ku, oqidan qo'g'la. Ko'ngliningizga rahmat. Uning yigiti bor ekan. Kim dedi? O o'zi birisini aytib beribdi. Uning apsi bundaq demagan-ku. Manda qilayli. Kechda uni pianino xonamga taklif qilay. Senmi kelgin, ha? Ma'qul. Pasha, o'yna, xo'shallik bilan o'yna. Vaqti shundoq o'tamdimiz ancha muncha bir gaplashmay bekor asrab o'tamdimiz bekor asrab o'tamdimiz vaqti kelsa ablashmay vaqti kelsa ablashmay hey 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 şu bir gepim yadımdı şu bir gepim yadımdı şu bir gepim yadımdı sen bulgaçqa bu cahanda yaşlar cimir nurunda Muallim. Bu yerda yuz yursak bo'lamdi. Bo'ladi. Bu muzika bak yoqimliq ekan. Bu muzikani Janubiy Shinjonga borganda lentaga evagan chaqmoq usuli keladi. Qani, bu yerda chaqmoq usuli o'ynasak bo'lamdi. Bo'ladi. Subamka. Baka. Hey, sizlarni bir so'zlab ketdi. Kiring. Jurat, yaxshimisan? Yaxshimisan? Qaytib kelishimni kutib turgandim. Demak, hozirgacha mashq qilibsan-da? Ular kim? Bu o'tgan say gapini qilgan Jurat. Bu mening og'illarim. Yaxshimisan? Javkay. Suyam. Yaxshimisan? Lisa, bizni do'stlar o'rinda ko'rsang o'tgan qitim ko'rsatmagan martani ko'rsatib qo'ymamsan. Asli o'ynash niyatim yo'qdi. Og'illarim meni kutib turgan ham mashq qilgan ekan. Bo'pti. O'ynab beray. Lekin bu yer bek tor ekan. Jonya. Pastga boshlab tushaylik. Ma'qul. Men bilan bilmanglar. Yig'la. To'xtanglar, baykamniga yo'lay. Kiringlar. Nima ish qilasizlar? Ustam, ular bu yer chaqmoq usuli o'ynamoqchi. Ha? Chaqmoq usuli? Nəhayət yaxşı bo'pti. Ko'pchilik, bu yoqqa chiqinglar. O'rnitib qo'ygan chiroqlarni yondirtinglar. Bizmi chaqmoq usuli ko'raylik. Tez bo'ling. Shaprat. Bizni xabar tepsanda.
turgan bo'ldi. Bökün qani? Kival. Sizlar bilamsizlar, har qanday ishning cheki bo'ladi. Chekdan oshirib etmedim. Ularning sizlarning oldinglarda mushunaq bir harakatni qilishi nima tushundirdi? Ularning bizning oldimizda mushundaq bir harakatni qilishi hech nima tushundirmaydi. Ularning sizlarning oldinglarda mushunaq bir harakatni qilishdagi g'arzi yomon. Ularning bizning oldimizda mushundaq bir harakatni qilishda hech qanday yomon g'araz yo'q. Ularning sizlarning oldinglarda nima uchun mushunaq harakat qilganligini surish qilish kerak. Sürüştü qiling. Ular faqat bizning oldimizda mushundaq bir harakat qildi. Faqat mushundaq. Bir necha yot o'g'il bolalar sizlarning oldinglarda mushundaq bir harakatni, ya'ni kelib mushundaq bir harakatni, voy. Biz hozir yig'inachimiz. Apa, men egallab ko'rdim. Mehmonlar ularning oldida mushundaq bir chaqmoq usuli harakatini qilibdi. Boshqa g'arz yo'q-ku. Nima? Ularning oldida faqat mushundaq bir harakat, chaqmoq usuli harakati. Chaqmoq usul harakati? So'rsam bo'lmamdi ekan. Tingla. Biz faqat ularning mushundaq bir chaqmoq usuli harakatini ko'rganligimiz uchun ishdan haydayapsiz. Haydayapti. Shuni deyman, nemishqa yot o'g'illarning oldinglarda mushundaq bir harakat. Mushundaq bir chaqmoq usul harakati. Yaxshi-ku, bu nihoyat qiyin harakat. Kim o'ynadi? Lisan degan birsi. Ha? Lisan? O qaytib kelibdimi? Qaytib keldi. O ati meni izlab borsin. Rayhon jingli. Sizni bir ish bilan izlab keldim. Nima ishdi? Qisam gap to'la. Bu ishga faqat sizlar yordam qila olasiz. Apa, bering, bu yerda men bor. Men boray. Ustangiz Yasin qani? Hozir ish o'rnida. Kechdi-ku. Sayoshi musiqa atirtini repetitsiya qildirdi. Sayoshi musiqa atirti? Shundoq, bilmamsiz? Biz mangayli. Apamga deb qo'yim, kechdi ishdan tushib uyga qaytmayman. Endi ishlayli. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu nevrangizmi? Yo'q, o'g'lim. Necha yoshga kirdi? Kichik emas, 3 yoshga kirdi. Bugun tug'ilgan kuni. Oy. Chala bolam. O'tiring. Rayhon, sizdan yordam so'ramoqchidim. Qani ayting. Bugun tushda mehmon chaqirgandim. Men bo'ladi. Menga topshiring. Sizga ko'p rahmat. Bu o'zingizning bolasimi? Ishonmay o'tamsiz? Bekmi kichikkan? Rastini aytsam, mening balam yo'q. Uni doktorxonadan akab beqib oldim. Odatdagi chaqlarda inigalnisini qishib turdi. Ba'zida uyga akib olman. Balkim bu menga kelgan taqdirdir. Kelolmaydi ekanman. Hey! 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 Hey!
Bundaq uzun chachni men yoqtirmayman. Herkes rad qilmang. Bu mening birinchi qitim talab qo'yishim. Bo'lmasa ertaga joyab tura olmayman. Shunchalik holatdimisiz? Yasin! Bu yoqqa chiq! Pasha, keldingizmi? Ajab yaxshi qilibsiz. Chidab turg'uchilikim qolmadi. Ayting, siz birli qizni yaxshi ko'ramsiz yoki ikkinchi, uchinchisiga muhabbat izhor qilamsiz? Siz tek hayot turibsiz-ku. Nimadan da'vatsiz? Tushunmagan bo'lsangiz, ochiqni aytay. Sayohatchi zodi kim? Sayohatchi degan kim bo'ladi? To'y qilishga oldirayotgan qizingiz-ku. Pasha! Pasha, xato tushunib qolibsiz. Men sizga tushuntirib qo'yay. Anglamayman. Ikkinchi, uchinchisini topadigan qiz emasman. Pasha, gapimni anglang. Sayohatchi degan muzika tirti. Qandaq men bilan to'y qila olasiz? Anglamayman. Sayohatchining albatta muzika tirti va yordam qilgansiz. Hay, Pasha. Men Siz meni aldadingiz. Sizning qandaq odam ekanligingizni bilmadim. Pasha! Pasha, nega borsiz? Metrolar, hammalarning gapi bir, tek o'g'liqcha anglig'inni. Bara, Yasin, bara. Mana. Bara. Biz mashq qilaylik. Yığındırdı eşiçe kaldı da Mengo iken unutulmaz birinci Pasha, to'xtang. Jirim, men sizga sayohatchini ko'rsatib qo'yay. Bormayman, meni topmang. Ashu chiroyli loyiqingizni ko'rgim ko'ramdim. Esingizda bo'lsin. Kech soat 10da San'at saroyining repetitsiyasida sayohatchi ikkimiz sizni kutamiz. Men Sizning esingizda bo'lsin. Hargiz bormayman. Bo'ldi. Mana. Qarang, bo'ptimi? Voy, nima ish qilmaysiz dedingiz? Endi rasmga tortib. Ajab yaxshi. Kiyimlar elishim uchun ko'parak tortib olay. Musobaqa qatnashadigan chiroyli kiyimlarni laylishingiz uchun o'zimni bag'ishlayman. Yaxshi. Oyga chiroyli bir quruq kiyim laylab berishingiz kerak. Bildingizmi? Bildim. Trola. Qo'llarni egiz ko'tarib. Bo'ldimi? Bek güzel. Okey. Yeter. Bir xil qiyofatda. Yaxshi. Okey. O'tirala. Yaxshi. Okey. Endi trollani maza qilinglar. Yaxshi. Trolla. O'rninglarda trolla. Belanglarni egib to'lg'inib trolla. Bek güzel. Okey. Bu yoqqa. Mushundaq. Yana bir. Yaxshi. O'rningizda turing. Bu yoqqa. Okey. Vanjon, ikkimizni bir tortib qo'ying. Ikkimiz bir tushaylik. Torting, Yaqin turinglar. Kulmamsizlar? Bo'ldi, bizam dam olaylik. Yasin bo'lsa ajab yaxshi bo'ladi. O sekri kuchga ega yigit. U naqshi esa hamma qizlar o'ltirolmay qoladi. Usab ketdim, kelar ichaylik. 我们新疆好地方啊，天山南北好牧场，隔壁沙滩边两天，积雪融化转农庄。Acaba yaxshi. O'yinib o'tganman. Sizni
Şinjanның Yongpo paykilari bak yaxshi ekan. Doğru etiraz, doğru. Onun posonu buladı ki. Yaxşı. Qansı oyundur. İsmi nima? İsmim Hasan. Sen kim ügetdi? Özüm ügendim. Açan Paşa usulni bek yaxshi o'ynaydi. Paşa? Mındaq degen. Fuka, sen biz bilan mashq qilishni xohlamsa? Xohlayman. Yana musobaqa qatnashsa? Bir neçe mehman her günü kelip siz Hey, korgan tez bol. keşke Amına. evimizde atıdı. Hazır bizden mehmanxana. Qorg'ay kebab tayyor bo'ldi. Apa, elim alim ketdi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aklam. İlimali, yaxshimisiz? Ben Paşa qizni iqtidorli san'at xodimlarini tanlash musobaqasiga taklif qilib keldim. Siz muqaddam tashrif qilasiz. Usul san'atini yuksaltirish uchun men yana sirtqi joylardan mayirlarni taklif qildim.
Siz yoshlarni to'limi yaxshi ko'rdi ekansiz. Ularda o'ziga xos aloyidlik, istak bor. Ular zamonimizga vakillik qiladi. Xuddi burun aytganimdek, ularda kuchlik davr ruhi bor. Davrni harakatlantiradigan kuchga ega. Ular bizga turtki bo'lmoqda. U hammamizni bosin deydi. Rasman? Ajab yaxshi. Yaxshi. Naqshanga tayyorlik qil. Okay. O keldi. Oyun gösterdi. Aval içkirden seyyarı oyun koyuşku kelgen dostumuz Lisan çakmak usul oynap berdi. Sey aşı müzik etirdi tenkeş kılıdı. Yaxshi o'yinishimiz kerak. Oyadek. Bu sana topshirdim. Endi gap sizlarda. Xotirjam bo'ling. Appa. Keling bolam. Voy, omoq bolam. Qarang. Sen oynaydı. Yaxshi o'yindingiz, ussizlik uchun. Rahmat. Rostini aytsam, men sizni bek yaxshi ko'raman. Men sizni bek yaxshi ko'raman. Biroq men Xansu, otingiz qo'shilmasmikin? Siz meni rostla yaxshi ko'rsangiz, opam hech narsa demaydi. Haqiqiy muhabbatni ota-onalar tushunadi. Shundaqmi? Shuni to'liq ishonch chiqib ekan-sizda. Ota-onam mening qalbimni tushundi. Shundaqmi sizning qalbingizni tushundi? E'lon qiling. Men boray. Bering. Buni kiyib ularni qo'rqitib qo'ying. Buni esib oling.
bas. O kapap kaldı. Tez bas. Lisan, sizni taklif qilaman. Meni? Men tez qizlar bilan mashq qilib baxtmidim. Kerak yo'q. U uvitib qo'ydi o. Keyincha o'ynaymiz, ha? Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be
yaxshimisiz? とてもよかったよかったな。しかしサラダはじゃないよ。サラダ。 tarjima qilib bering. Mayt yaxshi aytdingiz. Rahmat sizga. Biroq salada degan so'zni salado deb talaffuz qildingiz deydi. Salatu emas salata. Ha, to'g'ri. Ha, o'tiring. Ha, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qani, bu yoqqa kelinglar. Qani, o'tiring. Pasha, bu qaysi naqsha? Yaponiya filmi Ashmi Kutsunari. To'g'ri. Lozunga qara. Yasin tashkillagan bu musiqa atritining nomi Say Ashi, Ashidan o'tib ketish degan ma'noda. Buni bugun repetis qilyotdi. U tashkillagan musiqa atritining nomi Say Ashi. Texmi kuchayting, kuchayting. Tunbaqni kuchab buring, kuchab buring. Ha, to'g'ri. Ha, qaytadan, qaytadan. Yaxshi aytdi. Musiqasimi toza moslashmadi. Bu jafoliq ajrning natijasi. Pasha. O Say Ashi musiqa atritini qurib chiqish uchun ish o'rnini repetitsxona ish o'rni qilib ko'p ajr singdirdi. Qaramamsiz. Uning ko'zlarining o'ltirishib ketgandi. Ay. Jana, bu yoqqa keling, ha? Tanıştırıp qo'yay. Bu yoq hozirgi zamon usulchisi Pasha. Bu yoq bizning naqshchimiz Jana. Keling. Mana bu mening yo'lishim maqsad. U Yasin bilan bir o'rinda ishlaydi. Yana kelib bir yotoqda yotadi. Bu Yasin tushudimi ismini chaqirdigan Pasha. Qarang, u nima degan chiroyli-a? Oh, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yasin sizni bek yaxshi ko'rdi. Biroq siz nimishga uni yaxshi ko'rmaysiz? Yaqindan beri o barliq zehni kuchini musiqa atritiga qaratib, oxir bu naqshini aytib chiqdi.
üstelge bırak, makul. Ahdiyan kelemsiz. Kelime. Kargına. Hazır Sanat Sarayı'nın nakşçısı Yasin nakşa etip berdi. Usulçu Paşa usul oynap berdi. Açam qana oynaydigan. Qaltis. Yaxshi o'ynaydi ekan-a? Albatta to'sidi.
Yaxshi o'yindi. Shunda.